xonaga yaqinlashganida Fotima yuragini ezgan bir ovozni eshitdi. Yusuf yig'lar. Yuragini to'kib, ich-ichidan yig'lardi. Yo Parvardigor, Juda charchadim. Endi chidashga quvvatim yo'q. Iltimos, meni huzuringga ol. Axir sen o'zing meni yaratgansan. Odamlardan rahimliroq zotsan. Hamma meni masxara qiladi, yomon ko'radi. Onam uradi, koyiydi. Nodon va ojizligimni aytib ranjitadi. Yashagim kelmayapti. o'lishni istayman Xudoyim. Meni huzuringga ol. Sen menga onamdan ham, otamdan ham mehribonroq zotsan. Fotima eshik oldida qotib qoldi. Bu so'zlar, bu faryod uni larzaga soldi. Ko'zlaridan beixtiyor yosh oqdi. Bu og'ir so'zlar Yusufning qalbi juda og'rigani, yashashga bo'lgan ishonchi so'nganini ko'rsatardi.